Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 6-iyun hafta kuniga shanba bozorimizni boshlayapmiz. Inshaalloh bugun ham arzon qo'yamiz, xudo xolasa. Bitta like tugmachasini bosib qo'ying, paddeshga bo'ladi. Xudo xolasa odamlar tarqalishiga sababchi bo'lib qolasiz. O'zingiz zaril bo'lmasa kerakli odamga jo'natib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xo'p, birinchi arzor qiladigan narsamiz 12 talik stol stulimiz bor. Holatlar zo'r holatda, stollar tepasi 100% MDF, oyog'i ham reznoy, ikkiga ajrab turib, oyog'i bo'shab turib, kichkina xon taxta ham bo'ladi, pasayadi. Hop, mehmon kelsa ham, xon taxta kerak bo'lsa ham, xon taxta vazifasini ham bajaraveradi. Stullari ham adashmasam yong'oq, chinorga o'xshamadi, lekin holati zo'r holatda. Bu Toshkent mebel, o'zimiz vodiy mebelbas. Narxi 2 million so'm. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Telefon raqamlarini videoda oxirida qoldiramiz. Xudo xolasa. Hop, kirishdan oldin spalnilar obzor qilamiz. Hop, bu hali 300 ming so'm qo'yganimizdan bittasi qoldi. Yaxshi holatda. 300 ming so'm. Aloqaga chiqarsa bitta qoldi. Hop, bunisi Bolgariyada ishlab chiqarilgan, nomi Zolotaya ribka. Kerak paytda taklif olib bersangiz ham bo'ladi. Bu degani Damasga ham sig'adi degani. Hop, bunimizning narxini o'zimiz obunachilarimiz uchun 600 ming so'm qilib beramiz. Polirovkalariga bitta ahamiyat beramiz. O'zingiz ham ko'rinasizda bunda. Ruminiyada ishlab chiqarilgan, nomi elegant. Ikki taraflama matras, taylari dispi, razmeri 90 ga, uzuni 1.90, matras razmeri. Hop, bu jut. Bu ham taklanadi, bu ham Damasga sig'adi. Ikkalasining narxi 1 million 600 ming so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bunimiz sotildi ertalabda. Ochishimizdan oldin sotilib ketib qoldi. Narxi 600 ming so'm bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa 600 mingga berib yubordik. Toshkent Huvaydo zavodniki 90 ga, uzuni 2 metrmikin shunaqa. Bu tomondan boshlasak, tumbichkalar 150 ming so'mga ikkita. Yana ham narxi tushdi. 150 ming so'm, 75 ming. Faqat dona bermaymiz. Jupagan 150 ming so'm. Tagidagi ham 150 ming so'm. Temir oyog'i ma'lumot uchun. Spalni kravatimiz 1.60 ga adashmasam uzuni 2.10, ikkita tumbichkasi bor. Akrildan bo'lgan. Holati yaxshi holatda. 100% PVC kromkalar bosilgan. G'aladonlari, ochilib yopilishlari hamma yo'g'i joyida. Rangi ham oq, bosh tomonlari ham yaxshi holatda turibdi. Dermatindan qoplangan. Matrasi ortoped. Bu tumbichkasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz, ochilib yopilishlarini. Kamchiligi yo'q, ochilib yopilishlari joyida. Bez shunli. Hop. Bunimizning narxini 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Ikkita tumbichkasi bilan. Arziydimi yo'qmi kommentariyada o'z izohlaringni qoldiringlar. Matrasi originalidan, garanteriyaligidan deganlar uchun mana xuddi shunaqasi. Vesizni ham sezmaydigan matras. Hop, razmeri 1.70 ga 2 metrga o'xshayapti. Aniq o'lchaganim yo'q. Hop, bunimizning narxini tumbichkasi yo'q, 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. Ma'lumot uchun matrasini o'zini ham bermaydi u pulga. Chunki matrasi original, Toshkentniki, zavodskiy. Ortoped matras. Hop. Deta kvadrati 50-60 dollardan turadi bu matrasda. Kvadratga hisoblanadi matras. Shunaqa. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu Bolgariyaning shifonieri, nomi Avgust Pakov. Bu skidga qilib 1 million so'm qilib qo'ydik. Hop, yana ko'rmaganlar uchun bir qator obzor qilib o'tamiz. 4 ta polkasi, bitta tortmasi bor. Endi bittadan sig'magani uchun qo'ymadik. Sababiki bizda g'aladon o'zi 3 ta bo'ladi, bizga bitta keldi. Borini qo'ydik. Bu tomoni vishilgali tomoni yaxshi holatda bo'lib turibdi. 1 million so'mga menimcha arziydi. Polirovkada qarang, o'zim ko'rinyapman. Bu shifonerimiz 4 eshikli. Buni ham skidkada 1.5 million so'm qilib qo'ydik. Ikkosini shunday olganga 1.5 million so'm. Tepada antresolni ham tumbichka hisobida addini to'shak yig'adigan qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ishlashiga ta'sir qilmaydi. Hop.
bitta tomoni polka bo'ladi. Bunda ham tortma yo'q. Tortmalari bilmayman yo'qolib ketganmi. Tomoni vishilkasi. Narigisi ham xuddi shunaqa. Tepada qo'shimcha xonasi 1,5 million so'mga menimcha arziydi. Yana o'zingizlar fikrlaring, qoldirasizlar. Yaxshi holatda. Stenkamizni Moskovskiy 1986-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham skidka qilib 2,5 million so'm qo'ydik. Endi yana ancha tushirmoqchimiz narxini. Nima deysizlar, hurmatli kuzatuvchilar? Narxini 2 million 200 ming so'm qilib belgilaymiz. Aloqaga chiqaverasizlar, yana ham tushdi bu narxi. Nima bo'lyapti o'zi? Hamma o'sha mexanizmlari yangilab qo'yilgan. Bu bar holatlari o'sha 100% ga almashgan. Polkalarida umuman kamchilik, muammosi yo'q. Ma'lumot uchun 4 metr. 4 metr. Zo'r holatda turibdi. Ana ular ham adashmasam yog'och bo'lsa kerak. Ularga ana yog'och, bular ham yog'och bo'lsa kerak. Xo'p. Narxi 2 million 200 ming so'm. Yon tomondan ko'rinishi. Bitta uyda kiyim kechagingizdan tortib idish tovog'izgacha obod qilasiz, chunki buni shkafi ham bor. Vishilka. Женский murskiy qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu tomon pinali ham shkaf. Olasangiz женский murskiy. O'zingiz xohlagan holatda joylashtirib olasiz. Narxi 2 million 200 ming so'm. Bu qatorda obzorda hammasini qilib bo'ldik. Keyingi qatorga o'tadigan bo'lsak, Zek qiladimi? Rahmat. Bu qatorga kiradigan bo'lsak, spalniyimiz, ikkita tumbichkasi bor. Razmeri 1.60 ga, uzuni 2 metr. Yaxshi holatda turibdi. Matraslarni ham kira zilzahra qiladigan joyi yo'q. Ikkita tumbichkasi bilan bu ham skidkada 800 ming so'm. Hop, ayblarni yana bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ayblar mana shu hujjalari titilib qolgan. Aybi shu. Hop. Bu tomonda hop, razmeri eng kattasidan bo'ladi. 1.80 ga, uzunligi 2.10, matras razmeri, ikkita tumbichkasi bilan bosh tomonlari chiroyli qoplangan. Zo'r holatda turibdi. Narxini 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. Bu ham skidkada 1 million 200 ming so'm. Hop, shkafimiz 4 eshikli, antresolli, baland. Hop, balandligi 2,5 metr, bunaqasiga 1.90. Ichlarni ham ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu tomoni ilgay tomoni, ya'ni vishilka tomoni pastda. Xohlasangiz obudni, xohlasangiz kiyim taklasangiz bo'ladi. Tepasiga ham bu taklov tomoni. Taklovdan hamma narsa mujassam. Tortmalarigacha ishlab turibdi. Kamchiligi yo'q. Pastda polka, tepada polka. Qo'shimchasiga tepada antresoli bor. Yaxshi holatda turibdi. Hop, buni tumbichka hisobida ishlatsangiz ham bo'ladi. Boshqa joyga qo'yib tumbichka hisobida ishlatsangiz ham bo'ladi. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, narxiga endi obunachilarimiz chiqishidan 1 million 900 ming so'm qilib belgiladik. Ranglari ham chiroyli, neobычный rang. Enlari ham shiroki, ma'lumot uchun mana qo'lim 24 dan bo'lsa, где-то 60 cm bor, 55 yo 60 bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu katta shkafimiz 265 ga, balandligi 270. Buni yana ham skidka qilib turib, adashmasam 2 million 300 ming ham qo'ydik oxiriga qo'yganimizda. Xo'p, bunimiz endi 2 million bo'lsa berib yuboramiz. Razmerlari o'ta katta. O'rtasi taklov bo'ladi, ikkita chekkasi vishilka bo'ladi, qo'shimcha ikkitadan polka bo'ladi. Qator ko'rsatib ber, bu taklov qatori. Bu vishilkasi.
tepada ikkita polka, pastda bitta vishilka. İchlari ham kengliklari zo'r. Nari tomon ham xuddi shunaqa. Narxini 2 million so'm qildik. Bunaqa bozor bo'lmagan. O'ta arzon. Bu pulga nima deydi? Bir tomoni ham bitmaydi 2 million so'mga. Hop, 4 eshikli shkafimiz. Buni ham skidga narxda qo'yganmiz. 1, 2, 3, 4 ta polkasi. Bu tomonda ham 1, 2, 3, 4 ta polkasi. O'rtasida bitta polka, bitta vishilka. Mujassam, kamchiliklari yo'q. Yaxshi holatda. $100 ga aloqaga chiqarasizlar. Arziydimi yo'qmi, shuni ham yozib o'tib keting. Xursand bo'lyapmiz. Kommentariyada faqat iliq fikrlar bildiryapsizlar. Katta rahmat sizlarga qo'llab-quvvatlayotganlaring uchun. Hop, kir mashinamizni ham skidga narxda qo'ydik. Hop, buni Instagramga 1.990.000 qo'ygandik. Hop, YouTube'ga o'tgan safar 1.800.000 so'm qo'ydik. 1.800.000 so'mga aloqaga chiqarasizlar. Kir mashinada kamchiligi yo'q, hamma yo'g'i bor. Hop, kirizdan chiqib qolsa ham solish shuni moni bossiz meta ochiladi, yana solib qo'yaverasiz. Shunaqa funksiyalarigacha bor. Injektor motor, EcoBubble texnologiya. Hop, motorga zavod tomonidan 10 yil garantiya berilgan. Endi bu ishlatilgan robotchi. Hop, sensorli tablo. Nima bo'lsa-ki, hamma narsa mujassam, Samsung. Yaxshi holatda, prosta chang turibdi. 1.800.000 so'mga aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqamlarimiz 91 681 94 19. Qaytaraman, 91 681 94 19. Aloqaga chiqarasizlar. Ismim Ulug'bek.